tavsiya qiladi. Biz musayatga barsak bo'ladi. Barimiz. O'g'limning to'yini Apa? Dada, men tanıştırıp qo'yay. Bu yoq mening bo'g'isi ayolim Nargiza bo'ladi. Biz to'y qilmoqchi. Albatta shu sen qo'shilsanglar-da, apa. Apa. Salom muhtaram mehmonlar, qadrli do'stlar, muңдашқан qarindoshlar, barcha vaqtinglar xushallik bo'lsin. Hammanglarga mendan sevginishli, mehrli, yolg'onlik salom. Ulug' ajdodlardan bizga miros qolgan to'y, 2 yoshning rishtini bir-biriga chatgan to'y. Vafo bilan sadoqat, uyga barakat qatgan to'y. Tuqqan do'stni jam qilib, xushallikqa to'lgan to'y. Yaxshi. Ay yaxshi qizim. Lekin siz o'zingiz kim o? Nereden keldiniz? Muşlarning hammasini bizga bir tanıştırıp aytmamsiz? Sho'p. O'zingizga tanishtirib o'ting. Öz güzel, söz hasal, adab axloq babida bordir bir güzel. Özdir men Nargiza. Bakqamsiz. Tövəndə öyümüzün yoruq yolduzu, keçilərdə yolun çırıqı, ailemizin törüki, öyümüzün çoğu bolğan qəddi qamətlik, söylətlik, salafətlik, hürmət sazavər dadımızı sözlək bulaylı. Cavan! Aldı bilen bana söz kılış fırsatını berganingizga rahmat qizim. Nima degan ag'izliq, gapdan qiz bu, ha? Nima degan chiroyli so'zlar bu? Bu uyda mana shunday chiroyli so'zlarni anglamag'im o'zim bo'ldi. Men endi nima bo'ldi? Albatta. To'yinglarga qo'shildim qizim. Baxt bo'lgaysizlar. Rahmat. Dadam to'g'ri deydi. Yana bir qatim olqi sadolarimiz bilan 2 yoshga baxt tilaylik. Siz bu yerda 2 yoshga baxt tilaylik deb, bu mening uyimda restoran o'qishib qoldingizmi qanda? Apa, to'yimizni aqllashtirmay ketmaymiz. To'yimiz go'sht polo yemay mangmaymiz. Barcha azizlarning tilkini olmay qo'ymaymiz. Qani, marhamat. Polo geldi. Yemaganni yegizdingiz, kiymaganni kiydirdingiz. Biz uchun tatgan jafoyingizga rahmat apa. Tövəndə bir qolada beshikni tavratsa, yana bir qolada dunyoni tavratgan, o'g'il bizga bergan, barlig'ini biz farzandlar uchun fido qilgan mehribon, jafokash opamizni sizga taklif qilaylik. Qani, marhamat. Yaxshi. Qunduzdan qara, ko'zlari shahlo. Bizga yor yo'lak, opamdir aslo. Ansa. Nima desam bular? Nima deyishimni faqat bilamayapman qo'ndi. Voy qizim, siz gapga tutgansiz qara. Mushu gap sizlig'ingizda sizni bundoq qarab gap sesib to'xtatib o'xshash deb qoldim. Gap sesib jinni haqida ekan. Bu gap sesib jinnimni baqsa, bolamni jinnini baqadi. Bolam tomoq yutsa, bu tomoq yutamasa, voy to'xtab tur deb gap bilan to'yg'izib qo'ysa, bolam o'rqib ketganmi? Undaq bo'lganki, bola o'rqib ketsa, mening yurgim jilmaydi-da. Undaq bo'lsa, ben Apa sana yajam qilibdi. Apa ansirmang, qiyin shu olamda ko'ngil qo'ygan odamga degan gap bor. Shunga ham ishlar asta-asta yaxshib ketadi. Qani marhamat. Yaxshi, apa, yaxshi. Undaqda so'rimizni davomlashtirib yuraylik. Ha.
Otaning orzusi, umidi shu to'y. Ananing kutgani shu to'y. Kamaltak to'y bilan echilsin baxtim. To'ylardan to'ylarga ulaşsın bu to'y. Ondaqda qizg'in alqış sadalarımız bilan usul marhamat. Usul? Şadlığı derya, göksi canan, iki yaşlılar toylar mübarek. Kademler kutlu, toylar mübarek. Mengü bir soksun, yer yer iki koş yürek. Hey hey mübarek, toylar mübarek. Mengü bir soksun, yer yer iki koş yürek. Mengü bir soksun, yer yer iki koş yürek. Apa qandaq? To'y qizidimi? Voy, bak kız dedi. Riyasetçi, buluş süptünüz bilen siz bak kalsızkensiz bana yordunuz kızım. Bırak. Bana kelin buluşqa siz haqqatli yarmaydı ekansiz. Buldu, şundan olsun alkışlansın. Alkışlar bilen siz olsun yani şükü merhamet. Hoş. Apa, Ha? dada, ben tanıştırıp kay. Bu yak benim babası ayağım Merbiye. Biz toy kılmakçı bu atımız apa. Elbette sizler ruhsat kısam. Eyvallah. Bugün benim keyfiyatım pek yaxşı. Bulundu. Böyle başka bir şeylerim yok. Hoş oldum ben. Bakışık olan lan. Hemen sen. Hemen hocamı çıkarttı be. Hey balam, ma kızım neymiş kaldı? Tədqiqatçı. Hey men bahu, muş taladı mı, öydü mü, man işü getke adamı, bek üş. Men shu getmayman, men faqat tajribaxonada tadqiqot boraman. Neyimini tadqiq qilsiz? Men kasbiy holda tushuntirsam, mening tadqiq qilganim qayta hosil bo'lmaydigan insonlarni ishlab chiqarish, fan ma'rif, turmush, anadagi qatnash, davlat mudofaasi qatorliq mush bir turkum faoliyatlarda bir qattim ichib foydalanib bo'lgan narsalarni biroq qilingandan keyin qayta yig'ib olib, qayta foydalangan bo'ladigan moddiy boyliqlarni tadqiq qilaman. Hey. Bir adın düşengide qil tushuntirsalar bo'lmaydi. Siz çok ben tushuntirib kay. Ha. Demek bu ne? Ha. Şu ahlatlarni qaytadan ishlab chiqarib, qaytadan bir ratlab, yangi bir narsa yasaydi. Demek ki o ne şu? Ahlatlarni bir tarafdan topa. Axlatchi? Bu sizning nima deganingiz? Bu menda tadqiqotchini ashundoq desangiz to'g'ri bo'lamda. Hey, andaq bo'lsa qaram. Tadqiqotchi. Ashxandik, so'ylovchi. Qandaq bir taraf qilasiz? Odatdagi so'lyoqotlarnimi? Ha. Unda so'lyoqotlarchi ma odam badaniga intayin ziyonli. Ularningki tarkibida mush ximiyalik moddalar bek jiq. Shuning uchun biz ularni chuqur ayirib tashlashimiz kerak. Qalbimiz ishlamisiz-a? O xalqlarni var bu qarang, chiroyli qatlab somkimizga seli, mehmon bağa yerki, poloni ayırayım, güçünü ayırayım, tatlıklarını ayırayım, kemtini ayırayım, meyvelerini ayırayım, qaçlab uyib qaytib. Men sizga desamchi, bu so'lyoqoldining tarkibida ximiyalik moddalar bek jiq, mush odamni rokkasal qilib qo'yishi mumkin. To'q biz hozir bizga bilinmagani bilanchi, ma kelgusida cho'qim insonlarni bir-birlab rokkasal qilib, mush bizning hayotimiz xavf yetib keldi bu. Oy, neymi degan jiq gap bu. Xan, menchu sizning kelgusigingizga asosan bir savol so'rayman. Bu nima?
ham materiallarni birlikda aralashtirib, uni yuqori temperaturada eritish orqali shaklga kirgizilgan aynan rumka. Bu deganing ma'qul, tayyorni pishiradiganga ishlatadigan qiyin. Mana. Ko'rdingizmi? Buni qandoqsa buni ishlatgili bo'ladi? Bu shunday ishlatadi shu. Ha, bo'ldi. Tadqiqot chiqqan. Tomoq ichishni bilamsiz? Ha, albatta bilaman. Xalq. Alloh bo'lsa, karamtingizni to'sib qo'ymansiz. Oshxona shu. Opa, men 200 ml suvda tayyorlagan tayyor cho'pim tayyor bo'ldi. Hey, nima bu? Buni Oycham xonim to'xosimi yemegidan? Bu tamqim yaratmadingizmi? Menchi, nari mushundaq uy ishidan boshqa ishni bilmaydigan ayolning gapini anglayman deb 9 yil o'qimagan. Ketmayman. Ketim? Batur, juring, men bilmagansiz ya. Bir mana gap, kechda cho'nglardan biz birga tayyor cho'paymiz deb tishib ketdik. Hey, menchi sizning kallangiz nima o'ylayotganingizni bilib bo'ldim. Nemichi sizning kallangizni nima o'ylaydiganingizni bilib bo'ldim. Maktabda 9 yil o'qibsiz. Endi-chi, kelin bo'lishni 5 yil o'qib keling, ha? Siz Hey bala, mushunda 4 ko'z qizlarni neriroq tursam bo'lmamdi? Endi diqqat qilay, apa. Lekin men tayyor cho'p. Hey, bo'ldi qila. Apa. Sen tomoq etib beryapsan. Jenim bala, buni yegin kamidimi? Ey, ma'qul. Men shuni tomoq etib beray. Ne bu?